Jigarlar, bu video 23-dekabr kuni qo'yilyapti. Shu kundan boshlab 29-yanvar kunigacha bemalol realchilarga jo'natib tashlaylar bolalar. Faqat realchilarga jo'natinglar. Kommentariyada yozib ketinglar, qaysi klubga qarshi Real Madrid qiynalishi mumkin. Bitta like ham bosib, podpiska ham bosib qo'yinglar jigarlar. Ketdi, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Real Madrid yanvar oyida aniq 7 ta uchrashuvni o'tkazadi. Hozir kalendarda 6 ta ko'rsatyapti. Ya'ni Betisga qarshi o'yin, Atletico Madridga qarshi o'yin, Levantega qarshi o'yin, Villarrealga qarshi o'yin, Monaco hamda Benficaga qarshi o'yinni ko'rsatyapti. Lekin bu yoqqa bitta o'yin qo'shiladi yana. Copa del Rey turniriga hali qur'a tashlanmadi. 1/8 bosqichiga qur'a tashlangandan keyin jami 7 ta o'yin bo'ladi. Agar jamoamiz Real Madrid Ispaniya Super Kubogi yarim finalidan Atletico Madridga qarshi o'yinda yutib finalga chiqsa, yana bitta o'yin qo'shiladi. Jami 8 ta o'yin ko'rishimiz mumkin yanvar oyida. Demak, birinchi o'yin 4-yanvar kuni 20:15 da La Ligada Betisga qarshi o'yinga mehmonga boradi Real. Undan keyingisi 8-yanvardan 9-yanvarga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da Jiddada Atletico Madridga qarshi yarim final. Agar yutsa, klassiko ko'rishimiz ham mumkin jigarlar. Undan keyin bo'lsa 18-yanvar kuni Real Madrid Bernabeuda Levanteni qabul qiladi 22:00 da. 20-yanvardan 21-yanvarga o'tar kechasi Chempionlar Ligasiga qaytamiz tungi soat 1:00 da Bernabeuda Monakoni qabul qiladi Real Madrid. Va 25-yanvarda yana La Liga tungi soat 22:00 da Villarrealga qarshi o'yin bo'ladi. Mehmonga boradi Real Madrid Keramika stadioniga. Va yanvar oyining oxirgi uchrashuvi 28-yanvardan 29-yanvarga o'tar kechasi tungi soat 1:00 da Benfica'ning raqibi bo'ladi Real Madrid. Ya'ni Benficaga boradi Real Madrid mehmonga. Chempionlar Ligasining oxirgi turi hisoblanadi bu. Xullas jigarlar, bizani madridistlarni yanvar oyida juda ham qiziqarli uchrashuvlar kutib turibdi. Agar Ispaniya Super Kubogi yarim finaldan o'tib finalga chiqa olsa, El Clasico ham ko'ramiz. Jami 8 ta o'yin ko'rishimiz mumkin. Agar finalga chiqa olmasa, o'sha aytganimdek 7 ta o'yinni guvohiga aylanamiz yanvar oyida. Jigarlar, ma'lumotlar sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni esdan chiqarib qo'ymanglar, podpiska ham bosib qo'yinglar. Realchilarga, faqat realchilarga shu kundan boshlab 29-yanvargacha jo'naturinglar bolalar. Salomat bo'linglar.